Assalomu alaykum. Hurmatli faxriy ustozlar, sportchilar, trenerlar, sizlarga mana shu barcha sport sohasi xodimlari nomidan faxriy ustozlar nomidan bitta iltimos bilan murojaat qilmoqchimiz. Avvalo hammamiz vaqt soati keladi, yoshimiz o'tadi, ulg'ayamiz, keksayamiz. E'tiborga, mehr, muhabbatga muhtoj bo'lamiz. Shaxsan meni o'zimning shaxsiy fikrim juda biz uyatli darajada barcha faxriy ustozlarga e'tibor qaratmasdan bir loqaydlik kayfiyatida yurgan ekanmiz. Eng avvalo shu faxriy ustozlarga e'tiborni, hurmatni Qashqadaryoda sport jamoatchiligi asosida shularga e'tibor, hurmat holidan xabar olish masalalarini tashkil qilishdi. Bizlarga mana shu hammamiz uchun hurmatli bo'lgan Ozod aka Davronovich Farmonov bosh-qosh bo'lib maslahat berdi. Biz bu yerda albatta ancha hijolat chekdik va bizning asosiy oliy burchimiz ustozlar holidan xabar olish. Shaxsan mana O'zbekiston yurtining o'sha faxriy afsonasi Mavlon Polvon Ahmonovning xonadoniga tashrif buyurdik. Qamashi tumani 2-sonli sport maktabi rahbariyati bilan birgalikda baholi qudrat hol ahvol so'radik. O'sha yerda mana shu Yakkabog'dan faxriy ustoz Faxriddin hoji va qarindoshlari, farzandlari ishtirokida suhbat uyushtirdik. Va albatta O'zbek afsonasi Qashqadaryo yo'lbarsi Mavlon Polvon Ahmonovning dardlarini tingladik va tegishli tartibda hurmatli ustozimiz faxriy sportchilarga bo'lgan mehrlarini mana shu Mavlon Polvonni sihatgoh, ya'ni sanatoriyaga yo'llanmasini hal qilib yordam ko'rsatishini bayon qildi. Siz aziz sportchilardan, kurashchilardan, polvonlardan, umuman sport oilasigadan iltimosimiz shu Mavlon Polvon Ahmonovday faxriy sportchilar holidan xabar olish uchun mana shu bir faxriylar Telegram gruppasini tashkil qilib, faxriylar Telegram gruppasini boshqarishda o'sha Faxriddin hoji Yakkabog'liq ustozga yuklagan holda hisob raqamlar tashkil qilib, barcha joydagi faxriy o'sha sog'ligini yo'qotgan, yordamga ehtiyoji bor ustozlarning holidan xabar olish jamg'armasini tashkil qilsak, biz maqsadimizga erishgan bo'lardik va odamiylik, ustoz shogird o'rtasidagi mehr muhabbatni abadiyga muhrlagan bo'lar edik. Hurmat bilan yana bir bora aziz sportchilar, aziz kurashchilar, aziz chempionlar, faxriy ustozlar, to'shakda yotib qolgan barcha o'sha travma olgan sportchilar holidan xabar olishga sizlarni bir ovozdan chaqirib qolamiz, chorlab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Qaysi uyingda? O'zi bu narsalarni tushirmang. Assalomu alaykum. Palonbon meni uyga o'tirgizing. Yo'q, mayli. Demoqyapman. Ko'rishishimiz kerak emas. Divan o'tiring. O'tiring qani? Yo'q, o'tiring. Yozmashim sangiz olmaydi. Mavlon Polvon, zo'rmisiz? Dumangiz chaqma? Kayfiyatingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Barcha polvonlar nomidan siz bilan salomlashgani kelyapti. Ozod Davronovichdan salom sizga. Hamma polvonlarni, faxriylarni yig'inda
borib Mavlon polvonni, Qashqadaryoning afsonasini ahvolidan bir xabar olib so'rab qanday maqsad savollar bor ekan deb yubordi. Kayfiyatingiz qanday o'zi? Ikkovimiz bilan ishlaganmiz. Siz haqiqiy shu Itonka Qashqadaryo O'zbekistonda sport, kurash, umuman sport dunyosining afsonasisiz. Shuning uchun bizlar yoshlar ko'p xabar ololmayapmiz. Uzr so'radi mana Qashqadaryolik hamma polvonlar. Federatsiya raisi kim hozir? Federatsiya raislarini Faxriddin hoji aytadi o'zi. Ozod Davronov ishni bilasizku, hokimligida ham sportchilarni qanday qo'llab-quvvatlardi. Doim hammamizni boshimizni biriktirardi. Hozir og'aynim. Ha, og'ayningiz-da, baribir ham sportga ham fidoyi odam edi. Bir yil Siz bilan birga ishlagan ekan. O'sha nasab degan Beamonamma, men Mavlon puli yo'q edi. Qashqadaryoda. Mana ikkinchi sonli sport maktabi direktori degan bilmaysiz. Radnoy akamni o'g'li. Mana ikkinchi sonli sport maktabi zam direktori Bekzod Shoto'rayev. Mana ikkinchi sonli sport maktabi zam direktori futbol ishlari bo'yicha Ozod degan yigit. Bizni bir ko'rib kerak, Mavlon polvonni bizga tanishtiring deyishdi. Ularga bir duo bering siz. Hammamizning ishimizga bor. Chempion tayyorlamizlar. Jahon chempioni. Olimpiada chempioni. Chiqsin, ustoz ko'radi. Alloh. Hoji boy, siz bir omini aytib bering. Butun polvonlar nomi bilan joyga bir sayohat xohlaysizmi? Tashkil qilib berishga biz bor kuchimiz bilan yoningizda turamiz, ustoz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday tashabbuslarni boshida turgan Ozod Davronovga katta rahmat. Amin. Allohu akbar. Hammamizni ishimiz o'ngidan bersin. Bizga ruxsat berasiz, endi o'tirib yotmaylik.